dabdala, eng charchaganini, eng kerak emasini tanlaymiz. Sig'dirish uchun tagini to'liq ochish kerak. Terlarini shildik. Hozir endi o'shani ichiga. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov. Hozir bundan oldingi videosida shu zarpichak, ya'ni saraton kasalligini ko'rsatdim. Anaqada daraxtimizda hozir mana shu snejniy yagodnik ko'paytirish yo'llaridan birini ko'rsataman. Bular uchun mana tarvuz ham keldi. Tarvuz bular uchun bizga tuva kerak bo'ladi. Muhimi, agarda yaxshi tuva ishlatmayman, jalka desanglar, eng yomon mana shu charchab yotgan, sinib yotgan tuvalarni tanlash kerak bo'ladi. Hozir shuni qilamiz. Tuvalarimiz kladovkaning ichida. Mana yot shuni. Hozir eng dabdala, eng charchaganini, eng kerak emasini tanlaymiz. Mana shunaqa baklashga bo'lsa ham bo'ladi. Sinib yotgan, chirib yotgan shunaqasidan tanlaymizda ketaveradi. Eng yomon ishlatib bo'lmas. Nimaga desanglar, chunki buni ishlatilishini ko'rsangiz tushunasiz nimaga bunaqa tuva tanlaganimni. Hozir tuvalarni tanlab oling. Mana eng charchaganlarni oldik. Butilkadan qilingan, mana yorilib yotgan, charchab yotgan, sinib yotgan qaysi ham yo'q. Eng tuva bor. Hammaning uyida bunaqa tuva bo'ladi. Agarda bunaqa tuva bo'lmasa, yaxshi yangisini ham ishlatsa bo'ladi. Hozirgi kunda mana yorilgan tuvalar qimmat emas. Gulni ko'paytirib olaman deb nima qilsa bo'ladi. Mana chachib yotgan. Bunisida menimcha teshigi ham yo'q. Teshik qilinishi kerak lekin. Ko'rasizlar. Xo'p, navbatdagi qadamimiz turpoq, grunt. Grunt masalasiga keladigan bo'lsak, bizda bitta tayyori bor. Ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Bitta klines, qum, torf, biogomus, turpoq, ozgina keramzitan bor. Shuni solamiz hozir. Xo'p, arava lim bo'ldi. Ketdik darshi. Odatda biz turpoqlarni birinchi bo'lib solamiz, keyin gullarni ekamiz, nima qilamiz? Lekin bu qalamchalash, bu даже qalamcha emas, ildiz ottirish uslubida zo'r tomonlariki, birinchidan buni chilla kuni ham qilsalaring bo'ladi. Ikkinchi narsa, buni любой o'simlik bilan qilsangiz bo'ladi. Deyarli 90% bog'da o'sadigan o'simliklarni ko'paytirsangiz bo'ladi. Mana shu snejniy yagodnik menga juda yoqadi. Har yil chiqaveradi, o'zi ham ko'payaveradi bu yerda, lekin buni ozgina tartibga keltirmoqchiman. Va buni turpog'ini keyin solamiz. Hozir hamma jarayonlarni ko'rsataman, lekin oldin mana shu joyda biz plashatka tayyorlashimiz kerak. Bu narsani qilishdan oldin joy tozalanadi. Joy tozalash kerak. Ozgina o'tlarni yulib chiqdim. Har xil begona o'tlar juda yaxshi o'sib ketadi. Doim suv sepib turamiz. Bularga ham bu narsa juda yoqadi. Hozir dalshi nima qilishimizni ko'rsataman. O'zi bu snejniy yagodnikni va boshqa turli xil butalarni qanday qilib ko'paytirsa bo'ladi, ildiz orttirsa bo'ladi. Mana shoxini ekkanman, mana ona o'simligidan, mana egib qo'yib, mana bunisi уже ildiz beryapti. Ko'ryapsizmi? Konf qo'yganman, bo'ldi. Bu yerdan уже shoxini chiqaryapti bu. Uni уже chiqarib ko'paytirsa ham bo'ladi. Lekin bu bir usullaridan biri. Ikkinchi usulini hozir men sizga ko'rsataman. Agarda men buni joyidan ko'chirmoqchi bo'lsam, kesaman, ildiz otgandan keyin kesaman, tuvakka qo'yaman yoki joyiga ko'chiraman, bo'ldi. Men bularni
ko'chirmoqchi emasman. Bitta yashagani yaxshi, o'sib turgani yaxshi, chiroyli bo'ladi. Lekin mana buni hozir olib, mana sichqon yegan teshigi bor kakras bizga. Hozir men buni ozgina kengaytiraman. Mana yonida bor ekan, men hozir pasta qilsa ham bo'lardi, lekin yonida bor ekan, men shuni yonidan ozgina kengaytiraman. Mana shunday qilib ochiladi bu. Oxirgacha kesmayman va mana shu shoxchasini bu teshigiga o'tkazaman. Mana ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Bu yondan, mana bu yondan teshigidan o'tib poyasi chiqib turibdi. Endi hozir biz buni egib turib, sal mashlarida egilib turib, turpog'ini solamiz tepasiga. Mana buni ko'rib turishingiz mumkin. Mana tagiga turpoq soldim. Hali bundoq bir tekis turibdi. Buni egish kerak. Ya'ni poyasida turpoqqa tegib turadigan joyi ko'proq bo'lishi kerak va hamda bitta ozgina bundoq qirqib tashlayoryapman tirnog'im bilan. U anaqasi juda nozik po'slog'i bo'ldi. Endi oxirgacha ko'maman hozir buni mana bunday bosib turib. Agar biz tuveni o'rtasidan teshadigan bo'lsak va o'sha butani o'rtasidan o'tkazsak, hech narsani egish hojati bo'lmas edi. Prosta bu yondan kirgani uchun biz nima qildik? Bitta endi yondan teshik qilsangiz ham nimasi yomon? Anaqasi turpog'i to'kilib ketaveradi. U noto'g'ri. Yaxshisi agarda buni tagidan qilsak edik, zo'r bo'ladi. Hozir navbatdagisida tagidan chiqadiganini ko'rsataman. Mana shuni baklashka, 5 litrlik baklashkani tagidan teshdim. Mana bu alohida ketayotgan shoxini men olaman va shuni ichidan o'tkazaman. Va o'zi niyatim qanaqa? Men bu joylarida poyasida ildizlarini ottirish. Undan keyin banka bunaqa turadi, bu bankaning ichida turadi. Sekin tagidan kesamiz, bankani o'simligim bilan olib ko'chiramiz. Menimcha juda yaxshi natija ko'rsatsa kerak bu usul. Mana bu asosiy shoxchasini va mayda chiqib turgan shoxchalarini o'sha bankani ichidan o'tkazib yuborganman. Deyarli shikastdan bo'lmadi, yaxshi egildi, teshigi katta bo'lgan edi. Hozir endi hech narsani egmasdan, bo'kmasdan shundoq turpog'im bilan to'ldiramiz. Bo'ldi. Bu tuvaycha bu yerda turaveradi. Hozir endi mana turpog'ini olib to'kamiz. Hozir birinchi pastigisini yaxshilab nima qilish kerak? Oxirgacha to'ldirmayman. Nimaga desangiz, chunki ozgina suv quyilganda suv shimadigan joy bo'lish kerak. Ko'payib ketmas kerak men aytdim. Chunki tepadan oqa boshlaydi. Bizga tepadan oqish kerak emas. Bu suvni shimishimiz kerak. Bo'ldi, bu yerdan ham ozgina olamiz. Bo'ldi, endi hozir navbat suvga. Gruntimiz og'ir. Gruntimiz yengilmas, og'ir. Namlikni ushlab turadi turpoq tufayli va shuni hisobiga nam bo'lib turadi. Keyin bu yoq joy soya. Bu anaqani zarpichalar yotibdi. Buni hali kesmayman, lekin soya bo'lib turgani uchun zo'r ildiz otadi. Plus bunga soya ham kerak emas, chunki asosiy ildiz turpoqning ichida. Mana maytda turpoqning ichida biz kesganimiz yo'q uni. Uni keyin bu ildiz otgandan keyin biz kesamiz va bu ildizdan yangisi chiqaveradi. Bunisi esa o'sha alohida bir o'simlik bo'ladi. Hozir ozgina suvdan ham beramiz. Sekin quyib, u o'zi shimadi. 2-3 kunda polniy nam bo'lib qolib, suvga botkizib, u o'siradi keyin. Xo'p. Nechta 9tasini, 9ta 10tasini qilib bo'ldik. Mana bu katta buta ekan. Katta buta ekan. Unga kattaroq tuyak ayami. Mana shuni teshaman. Manimlarda mayda chudalari ham bor hali. Tugatamiz hozir. Bunga mana shunday katta butani sig'dirish uchun tagini to'liq ochish kerak. Yaxshi plastmas, egiluvchan plastmasdan qilinganligi uchun
Bu kesilishi ham juda tez. Mana tagi ochiladi. Va hozir bunga kirgizamiz. Bo'ldi, mana mashina ichiga polni soldik. İchidan ketmaydi. Ozgina terlarini shildik. Hozir endi o'shani ichiga turpoq solaman. Xo'p, ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozgina porядка ishlari qoldi. Loylarni artib supurib, barglarini mana bu yerda xudo xolisa 20 ta tuvak bo'ldi. 19 tami 20 ta tuvak bo'ldi. Men bu kattasini esa hozir ipini yulaman. Kengayib, yoyilib o'saveradi va buni kuz kuni ochaman va har bittasini alohida buta qilaman. Kamida bir 10 ta 15 tacha chiqsa kerak. Hozir eng muhim narsa qoldi. Ozgina suvini shumib olgandan keyin biz ustidan agroimmun sepamiz. Ildizni ottirish uchun agroimmun sepaman.